Assalomu alaykum aziz ko'rmanlar, men Gulbar Shakar. Bu qitimliq Uyg'ur sistem ekranimizning 19-sonida Gollandiyadagi Dev Texnologiya Universitetining aviatsiya kasbida doktorlik o'qishini davomlashtirayotgan aziz mehmonimiz Furqat Yunus Akash bilan suhbatda bo'lamiz. Undaq bo'lsa, Furqat aka o'zingizni ko'rmanlarimizga qisqacha tunishtirib o'tamsiz? Bo'ladi. Men avval meni bu qitimliq 100 dirani suhbatga taklif qilganligingiz uchun ko'p rahmatimni aytaman. Men avval o'zimni bir tunishtirib o'tay. Mening ismim Furqat Yunus. Men 1989-yili vatanning Aqsuv viloyatining Kalpin noyisida bir ziyoli oilasida dunyoga keldim. Men boshlang'ich va o'rta maktab o'qishimni yurtim Kalpinda tamomlagandan keyin 1900 tamomlagandan keyin 2007-yili Şinjan Üniversitesi'nin fizik fakültesine o'qishga qabul qilindim. Ben bu yerde shunday bir ishni eskartib o'tishni loyiq topdim. Kichigimda boshlang'ich maktabda va o'rta maktab, to'liqsiz o'rta maktabda o kadar suzib o'qib, 3 yaxshi bo'lib o'qigan o'quvchi emas edim. Mendeki etilish men to'liq o'tirib chiqqandan keyin bo'lgan. Mendeki bu TYP'ga bo'lgan qiziqish bo'lib, matematikaga, fizikaga bo'lgan qiziqish menda keyin yetilgan. Ya'ni to'liq o'tirib chiqishdan oldin keyin yetilgan edi. Men bu qiziqishning turtkisida o'zimni shu to'liq o'tirdagi 3 yil ichida yetildirdim va oqibatda o'zim arzu qilgan Şinjan Üniversitesi'nin fizika fakültetiga 2007-yilda o'qishga qabul qilindim. Men universitetga o'qish jarayonida bir qancha chet el tilini ham o'rgandim. 2009-yili Ürümçidagi qanliq vaqadan keyin vatanda o'qib o'zini yetishtirishdan keyin xalqqa xizmat qilishdan keyin ko'p fursati bo'lmaydiganligini tunib yetib chet elga chiqib o'qish niyatiga keldim va bu niyatning turtkisida 2010-yil oxiri o'qishimni to'xtatib 2011-yili yil 5 bilan men Turkiyaga keldim va bir qancha oylik tayyorlikdan keyin 2011-9-yilda İstanbul Texnika Üniversiteti'nin mashinsozlik injenerligi bölümüge o'qishga kirdim. Bakalavrilik o'qish uchun. Men bu o'qishni 2016-yili 2-oyda tugatdim va shu yil 8-oyda Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi Erkinlik Üniversitetining elektron mexanik injenerligi kasbiga magistrlik o'qishga keldim. Men bu o'qishni 2018-yili 6-oyda tugatdim. Meniki o'qish bitirish maqolam bo'lsa, shu tik uchar aeroplanninki qanotininki aerodinamika, aeroakustik taxmin qilish haqida edi. Men bu o'zimning o'qish bitirish maqolam sababidan doktorlik o'qish fursatiga erishdim va magistrlik o'qishni tugatib bir haftadan keyin men Gollandiyaningki Delft Texnologiya Universitetininki aviatsiya injenerligi bölümüge doktorlik o'qishimni boshlab ketdim. Men hozir bu o'qishninki 3-yilini tugatib 4-yiliga keldim. Yani o'qishim kelarli 7-oyda tugaydi inshaalloh. Men hozir Gollandiyadagi Harlem shahrida ayolim va 2 o'g'lim bilan birga yashayapman. Hazır tik uçup qo'nalaydigan dron kunlik turmushimiz singib kirmoqda. Masalan, burun bo'shliqda suratga tortish uchun tik uchar orqali tortgan bo'lsak, hozir kichikina bir dron orqali qilyapmiz. Demak, qisqa vaqt ichida necha million dollarlik tik uchar lozim bo'ladigan ishlarga bahosi $100 ga yetmaydigan dron orqali intayin oson va sifatli qila oladigan bo'ldik. Unda bo'lsa asan sifatli qila oladigan bo'ldik. Hozir qatnash qisqanchiligi masalasi hal qilish uchun dron taksilari tadqiq qilinyotidi. Bu jihatda yangiliklarni so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Men maxsus bu temada bir sizlarga bir tayyorlik elib keldim. Shu avval men shu o'zimninki bu vaqtdagi sizlarga bergan uchurlarni sizlarga taqdim etsam, shuning bilan birga o'zimninki tadqiqotimdan biroz ma'lumot bersam, undan keyin biz boshqa savol javoblar bo'lsa shu tariqada davom qilsak, men avval shu o'zimninki tadqiqotim haqida, ya'ni shu dronlar haqida siz savol so'ragan uchurlar haqida men bir ma'lumot bersam. Bo'ldi. Endi sizni anglaylik. Benim ekran göründü mü? Yani
meniki slide ko'ringan bo'lsa, ko'rindidan men davom qilaman. Hozirda ko'rindi. Bugungi bizniki bu programmaga meniki tayyorligimniki kun tartibi bo'lsa, men avval shu kelgusi aeroplanlar shahar ichki havo qatnashi va tik uchqunlar haqida sizlarga qisqagina ma'lumot beraman. Onundan keyin men o'zimniki tadqiqotimdan qisqacha sizlarga ma'lumot beraman. Onundan keyin biz suhbatning davomini savol-javob shaklida davom qilsak bo'ladi. Kelgusi aeroplanlar haqida to'xtalishdan burun avval shu aviatsiya injenerligi, aviatsiya sanoati haqida uniki tarixi, kelib chiqishi, yuzlanishi, taraqqiyoti va hozirgi holati to'g'riliq to'xtalib o'tish ahamiyatli deb qarayman. Shunga avval buning tarixiga bir qarab chiqsak, aviatsiya sanoatiniki o'tirg'i chiqqaniga 100 yildan biroz oshdi. Bu oltinchi asrning beshida Aku-2 injenerlarniki o'tirib qo'ygan shu aeroplan shu qanot lift texnikasi bilan bu nihoyatda tez sur'atda taraqqiy qildi. Bu aviatsiya sanoatiniki keyingi taraqqiyotiga nihoyatda zo'r ta'sir qilgan sabablarning birisi bo'lsa, birinchi va ikkinchi qitimli dunyo urushi. Bu aeroplan, ya'ni aviatsiya sanoatidagi cho'ng o'zgarish, ya'ni bu aeroplan sanoatidagi cho'ng taraqqiyotlar, bu ikkinchi dunyo urushining oldi-keyinda Germaniya, Yaponiya, Amerika va Angliya qatorliq davlatlarniki boshda bo'lish bilan bu davlatlar yetishtirgan, mablag' solgan, tarbiyalagan olimlarningki yangi tadqiqotlari, fikrlari orqali bu nihoyatda tez taraqqiy qildi. Ya'ni oldi-keyin bu 45-50 yil ichida nihoyatda tez taraqqiy qildi. Undan keyingi aviatsiya sanoatining taraqqiyoti Amerika bilan Sovet ittifoqining orasidagi sovuq munosabatlar urushi orasida, ya'ni bu ikki super kuchniki o'zaro kuch sinishish, kuch talashish raqobatida nihoyatda tez taraqqiy qildi va bu sovuq munosabatlar urushidagi aviatsiya sanoatining taraqqiyoti asosliq shu ovozni tez uchadigan, ya'ni supersonik aeroplanlar, ya'ni ovozni tez uchadigan aeroplanlar shu sohada ko'p taraqqiy qildi. Ya'ni bu har ikki davlat o'ziniki ovozni tez uchadigan, eng tez suratda uchadigan aeroplanlarni shu 60-yillar, 70-yillar orasida yasagan bo'ldi. Undan keyin Sovet ittifoqi yemirilib, bu sovuq munosabatlar urushi to'xtagandan keyin Amerika bu aviatsiya sanoatidagi başlamchilik rolini o'tab kelyapti. Ham shu an bugun ham Amerika dunyodagi eng oldin qatoridagi shu aviatsiya sanoatida eng oldin qatoridagi boshlamchi bir davlat. Ham undan keyingi taraqqiyot qanday bo'ldi desangiz, davlatlar orasidagi shu savunma sanoati, ya'ni davlat mudofaa sanoatida bu davlatlar orasida taraqqiy qilmoqdi. Buniki yorqin bir o'rniki odamsiz uchadigan aeroplanlar, ya'ni dronlar. Bu dronlarniki asosliq o'tirg'i chiqish va vazifa o'tash maqsadi bo'lsa, shu satellite, ya'ni osmondagi sun'iy hamroh va yerdagi ground control station deymiz, yerdagi boshqarish, kontrol qilish bekiti orasida bu aeroplanni havoga ko'tarib uchquchisiz ma'lum bir, ya'ni portlatish yoki ma'lum bir vazifani o'tash yoki ma'lum bir jasuslik harakati bilan shug'ullanib, ya'ni boshqa hozir masalan kamera ishlatildi yoki boshqa shaklda iz qo'g'lash degandek bu sohalarda keng ko'lamda ishlatildi. Ve bununki günümüzdeki işletilishi bo'lsa, masalan kichik tipdagi dronlar, boya siz deb o'tgandek kichik tipdagi quadcopter deymiz, multicopter deymiz, bular o'tirib chiqdi. Ve bular hozir masalan pochta xizmatini va yoki jiddiy qutqizish jarayonida tibbiy narsalarni, lozimliklarni yo'tkash, olib berish jarayonida nihoyatda muhim rol o'ynayapti. Endi günümüzdeki bu aviatsiya sanoatidagi günümüzdeki yuzlanish ve kelgusidagi taraqqiyot qanday bo'ladi deganda, bu yerdagi günümüzdeki yuzlanish ve kelgusi taraqqiyotining bir yo'nalishi bo'lsa, batareya bilan, ya'ni tok bilan uchish. Ya'ni buning sababi nima degan vaqtda, bo'libmi shu o'tgan 10 yil jarayonida muhit va havo iqlimida bo'lgan o'zgarish bu Yevropadagi davlatlar, shu g'arb davlatlarini, Amerika boshchiligida Yevropa davlatlari nihoyatda diqqatga aldırdı. Yani bunlar
bu klimatning o'zgarishini diqqatga oldi va shu yer asrın chiqadigan neft petrollarni ko'ydirib, buni bilan mangadigan qatnash qurollarini azaytib, uning o'rniga shamoldan ve quyoshdan hosil qilgan tok energiyasi bilan uçuş bu lohiyani bular ma'qulladi va buni targ'ib qilyotdi. Buning sayesinde yangi şirketler o'tirg'i chiqyotdi va shu tok bilan uçuş veya ki tok bilan qatnash bu yuzilnish bara-bara turmushimizgacha qarab kelyotdi. Masalan, otomobil sanoatida Tesla hammalar bilasizlar. Butunlay tok bilan mangadigan mashina. Hamda bu resimdagi Thales Electro degan bu resim Pipistrel degan Slovakiyadagi shu tokliq aeroplan, yani tok bilan uchadigan aeroplan yasaydigan bir shirkat. Bu shirkatning quruvchi, bu shirkatning boshqani adam 2 yil burun bizniki Delftdagi universitetdagi fakultetga kelib bizga o'ziniki shu aeroplanni yasash, undan keyin buni Amerikaga olib borib, u yerdagi Federal Aviation'niki shu Amerika davlat shu aviatsiya sohasidagi har qanday bir aeroplan yasalib, havoga ko'tarib uchish uchun ma'lum bir shartlarni hozirlash kerak. Bu shartni biz certification deymiz. Bu shartlarni hozirlab o'zida bu ijozatnoma, ya'ni certification olgandan keyin bu aeroplan ucha oladi. Bularniki Thales Electro degan bu aeroplanni bütün shartlarni hozirlab ijozatnomani elib havoga ko'tarib uchgan bir aeroplan bularniki. Ya'ni butunlay tok bilan uchadi. Ben bu yerga bu aeroplanni örnek şekilde koydum. Yani bir örnek, yani shu tokdan, yani elektrik batarya bilan uçuş yüzünüşünki bir örnek. Bular devletninki nayt köp mablag'iga erishiyotdi ve har qaysi Yevropa davlatlarininki yo'llanışı, yani bunu tutgan pozitsiyasi shu tokliq batarya bilan uchadigan muhitni bulg'amaydigan qatnash qurollariniki texnik ko'plab erishishi. Mayli yo'lning ustida mangadigan bo'lsin, yer yuzida mangadigan bo'lsin, mayli uchadigan bo'lsin. Hem de bu yerde yani bunda yeni bir özellikler oturup çıktı. Yani bu tok bilen uçuş layihasi ma'qullanib oturup qo'yilgandan keyin u nima degan vaqtida tarqaq elektrik bitirish kuchi. Yani bu nima deganda biz bu tokliq bilan uchadigan aeroplan, tok bilan uchadigan aeroplanda burungi aeroplanlarda, yani conventional aircraft deymiz. Yani normal aeroplan, yani yaqilg'i yaqib, karozin yaqib uchadigan aeroplan solishtirganda bu aeroplanlarda biz bayqachilamaymiz. Yani qanotlarni texmo rahat şekilde dizayn lahiyalaymiz. Ondan keyin bu aeroplanlar da içten yanadigan, combustion engine bo'lmaydi. Yani içten yanadigan motorlar bo'lmaydi. Mesela piston motor olsun, jet motor olsun, bu motorlar bo'lmaydi. Demek bu motorlar yenik bo'ladi ve bularniki uçuş eğirligi ve qo'nish eğirligida o'zgarish bo'lmaydi. Ama bu yerde tarqaq elektrik bitirish kuchi deganimizda bu yerdeki resim, bu sol taraftaki asırdaki resim bo'lsa Germaniyaniki DLR, yani shu aviation sanoat boshqarmasiniki o'tirib qo'ygan konsepti. Bunun da shu tok bilan uçuş orqali siz bu elektrik motorunu aeroplanninki o'xshashmagan yeriga ve o'xshashmagan motor, yani cho'ng kichik motor bo'lsin, buni yerlashtirasiz. Bu orqali naiti ideal, yani o'zingiz xohlagan yaxshi performanslarni qo'lga keltira olishingiz mumkin. Yani shunaqa konseptlar o'tirg'i chiqyotdi. Yani bu motorni aeroplanniki muvofiq yeriga o'rnatishtirish mumkin. Bu nima degan gap degan vaqtda siz aeroplaningizni boshqacha bir shaklda dizayn qilib chiqarishingiz, laylab chiqarishingiz mumkin degan gap. Bu bizni nereye elib bordi degan vaqtida keyingi bu VTOL'lar, yani VTOL deganimiz, ben onu Uygurca tik uçkunlarda tercüme qilib oldim. Bu bizim tilimizdeki helikopter degan so'zniki tarjimasi tik uçar, yani tik uchadigan aeroplan bo'lg'achqa. Ben bunu bu tik uçup, yani tik qo'ngan bo'lg'achqa, bunu tik uçkunlarda aldım. Bu vertical takeoff and landing vehicle'niki qisqartirilmasi. Bu mao resimdekisi bo'lsa Lilium Jet, yani bu Lilium Germaniyadagi joylashgan bu Lilium degan shirkatniki bu maxsus shu aeroplan yasaydigan, keyin bu aeroplanni shahar ichida uchirib yo'lovchi to'shiydigan yoki shaxsning o'ziga uchadigan mashina shaklida sotadigan mashina maqsad qilib qurilgan bir shirkat. Bular nihoyat ko'p turishdi o'ziniki allaqachon demonstratorlar, ya'ni ko'rsatkich modellarini yasab uchirib o'tdi va hozir shu davlatlarniki, Germaniyadan bo'lsin yoki Amerikadan bo'lsin, agar boshqa davlatga sotmoq istagan bo'lsa, shu tipdagi aeroplanlarga qo'ygan
şartlarini qamdab buningki ijozatlamasini erish uchun bular kecha gündüz tirishyotidu. Andan yana birisi Airbus, yani dünyanın ikinci çoğun aeroplan yasaydigan şirketi. Bu Airbus'niki vahana tik uçkunlar konsepti. Bu aeroplanlar sizge başkaça tuyuluş mümkün. Çünkü bu biz bilgen normal uzun kanatı var. Onun için uzun gövdesi var. Bu aeroplanlarga, bu konvensiyonel aeroplanlarga oxşmaydı. Çünkü bu neymiş oxşmaydı diyen vaqtda ben degen tarqat elektrik itiriş gücü bu nayti muşu tipki aeroplanlarınınki yadroluk kısmında yatkan uqum bolsa, şu distributed electric propulsion, bu şu tarqat elektrik itiriş gücü dep aldım ben Uygurca. Bu şu uqum. Bu uqumның sayısı da biz bu motorunu aeroplanınki aldı keyniga oxşaşmagan kısmıga yerleştirip bunun bilen aeroplanınki mission, yani aeroplanın uçuş vazifesi, yani uçuş, kalkış, yani yerinden turuş, onun keyninden havaga götürülüş, aldığı qarab tez uçuş, qonmoqchiga yerga asta qo'nish degandek muşu aeroplanınki vazifesinin uçuş vazipesiniki basqıçlarını muşu xil tarqat elektrik itirish gücü bilen tamamen orundaş mümkün. Ve biz bunu muşu xil aeroplanlarda bulupmu Lilumja'nınki demonstrasyonlarda körüp atırmız. Hem de bu aeroplanlar nege işletildi degandeki ben bayağı dep ötüp kettim. Bu aeroplanlar şehir içi hava katnaşıda işletildi. Belki 10 yıl aldığımızki 10 yıl içinde bu aeroplanlar yeni bir uqum var, personal air vehicles deydigan. Yani bu PC'ye oxşaş, yani burunqi kompüter devlet işletilgan bolsa, keyin PC, yani personal computer şekilde kelgan bolsa, bu aeroplanlarni keyin personal, yani şahsi mülk halidagi kelish mumkin. U vaqtda siz buni o'zingiz setvelib, uyingizdan shirkat yoki ish yeringizni uyingizga uchib qatnab kela olasiz degan. Endi bu yerda shahar ichi havo qatnashi. Bu shahar ichi havo qatnashininki uli, yani bunu shakllantirgan, bu uqumni shakllantirgan ul bo'lsa, asosi bo'lsa, men degan boya tushunadigan vitullar, ya'ni tik uchqunlarlar. Bu shahar ichi havo qatnashininki o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan narsa nima desangiz, bu yerdagi qatnash qisqanchiligi, ya'ni cho'ng shaharlardagi, bular İstanbuldagilar obdan biladi. Normalde Fatih'in Zeytinburnu'gacha 20 minutlik yol. Eğer qatnash qisqanchiligi bo'lsa, saatlerce sürüydü. Ben bunu Türkiye'de o'qiganimda yaşagan. Shuna qatnash qisqanchiligini azaytish. İkincisi, muhit bulg'anishni azaytish. Şu sebeplerindeki Türkisi de bu şehir içi hava qatnashi urban air muhabbeti deymiz. Buna ait qiziq bir tema hazır şu aviatsiya injinerlik sohasida. Bu o'tirib chiqdi. Buniki bizga keladigan manfaatlari nima degan vaqtda biz shahar ichi bir yerdan bir yerga tez sayohat qila olamiz va vaqtimizni tejab qila olamiz. Hamda buniki shaharga kirib kuchni to'sib turayotgan bir qancha omillar bor va bu omillarniki ichidagi eng muhim omilning birisi bo'lsa shavqin, yani buniki chaq bilgirim chiqqan ovoz nihoyatda kuchli bo'lib, bu shahar ichi binolar orasida uchayotgan vaqtida normalda biz tikuvchilarning yanında tikuvchilar uchayotgan vaqtda yanında tursak, bu tikuvchilarning qanotidan chiqqan bu titrishim, yani bu vibration bilan normalda so'zlashgili aloqali bo'lmaydi. Agar bu aeroplanlar bir binodan atrofida uchib qolsa yoki uyning atrofida uchib qolsa, sizni naqadar bir şekilde sizga ta'sir qildi. Bu endi hozirgi tadqiqotning bir temasi. Demak, shahar aholisi bu xil aeroplanlarni qabul qila olamdi. Nihoyat yaxshi, men bir yerdan bir yerga tez elib bora oladi, vaqtni tejab qila oladi, ammo bu aeroplan menga meni rahatsız qilamdi, qilmamdi degan masala nihoyat muhim. Bu aeroplan uçgan taqdirda, ama bunun ovozi nihoyat yuksak bo'lsa, bu shahar ichiga kirib ucha. Şunu bunu to'stirayotgan eng muhim omil birisi shavqin. İkincisi batarya. Bu batarya allaqachon nihoyat ko'p yaxshilandi. Batarya texnikasi nihoyat tez taraqqiyot qildi. Masalan, buniki bir tipik misoli. Yine şu Elon Musk'niki Tesla şirketiniki o'tirib qo'ygan Tesla degan mashinasi. Undan keyin ve bu bataryaning o'xshash shaklda men boya o'tirib degan Pipistrel şirketiniki to'qliq aeroplanlarga ishlatgan bataryalar. Yani batarya meselesi kuniga yaxshi shaklda hal bo'lib kelyapti. Yana birisi tikuvchilar porti. Yani bu demek bu xil aeroplan yangi bir shahar qurilishini yani istabyotdi. Nima uchun deganda bu aeroplan tik qo'nib tik uchadigan bo'lg'achqa
buningki konadigan yerini yana bir hukm chiqdi, vertiport deydigan. Helikopterlar uchun heliport deymiz, airport deymiz. Bular uchun vertiport, ya'ni tik qo'nish porti. Bu yani yangi bir shahar qurilishini istabotidir. Ya'ni shaharning qurilishi bu xil aeroplanlarniki bexatar uchib qo'nishi uchun muvofiqmi emasmi, bu muvofiq bo'lmasa shaharni qanday o'zgartirishimiz kerak degandek shunday to'salg'ular bor. Bu dаңlıq taksi şirketi Uber'ninki işleyen bir videosu ekan. Ben bunu sizlerge bir ko'rsatay. Yani bir yerde bu videoniki ko'rsatkini nima deganda men degan shu shahar ichi havo qatnashininki qulayliklari, bizga elib keladigan qulayliklari. Buni aytib uchiq va yaxshi shaklda tushuntirgulik bu videoda. Bundan keyin yana birisi men qistirib o'tishni loyiq topgan bir masala shu Uber bu vertikal uçuş, şu şekilde konferanslar, xalqaro konferanslar o'rinlashtirib o'tadi va şu uçup tik qo'nadigan şu texnikini texnik kengaytish haqida ko'p izlanadi. Hatta o'zininki shu rasmda ko'rsatilgan shakldagi taksileri tadqiq qilib yasalib o'tadi. Belki Uber buni uzunmay bir qancha yil ichida o'tirib qo'yib shu şekilde uçuş, taksi xizmati qilishni boshlashi mumkin. Endi men bu yerde bu xil shahar ichi uçuş, yani shahar ichi havo qatnashininki asosi bo'lgan bu aeroplanlar, yani tik uçkunlar aeroplanlarınki asosiy aerodinamiki, yani uçuş vazifasida bu aeroplan inishi kerak bo'lgan bosqichlarni qisqacha bir tunishtirib o'tib ketay. Bu aeroplan men o'zimniki shu yaqinda Amerikada chiqadigan JASA degan jurnal, yani Amerika Ovoz Imij Jamiyatininki jurnalida e'lon qilgan maqolamda ishlatgan aeroplan, yani tik uçkunlar, bu tik uçkunlarni merkezi Fransiyadagi dаңlıq yumshoq detal şirketi var. Dassault System deydigan. Bu şirketninki yasab shu o'zi o'tirib qo'ygan bir uqum asosida o'tirib chiqqan bir uqum aeroplan, yani tik uçkunlar. Bu uqum holatida biz buni shu numerical shu aeroplanninki simulation'ni shu tadqiqot jihatida ishlab kelyapmiz. Maqsad buni bir tipik model shaklda qo'llanib shu shahar ichi havo qatnashininki haqiqiy ahvoli yoki aeroplan shahar ichida usuli qanday bo'ladi, buningki ta'siri qanday, ovozi qanday degan sohada bu aeroplan bizga xizmat qilib o'tadi. Yani ben buni ulgu shaklda ko'rsatib sizlarga buningki uçuş vazifasini qanday o'rnayotganligini qisqacha deb o'tib ketay. Bu aeroplan siz ko'rgandek oldida 4 tal chaq birligi var, keyinida 4 tal chaq birligi var.
Çaqpilaklar birinin keniga biri yerleşken bo'lg'achqa ko'rish biroz tez. Keyin bir videoda unudan taxmin yaxshi ko'ra olasiz. Buningki oldidagi 4 chaqpiligi va orqadagi 4 chaqpiligi bu yer yuzining ko'tarilgan vaqtida hammasi o'xshash ishlaydi. Bu jami 8 chaqpilak bu aeroplanninki ko'tarilishi, ya'ni yerdan havoga ko'tarilishida xizmat qiladi. Keyin bu aeroplan o'zininki cruise altitude deymiz. Aldığı qarab tez uçuş egizligiga yetgandan keyin bu aeroplanninki oldidagi 4 chaqpiligi ya'ni cho'g'ilashdan to'xtaydi, xizmatdan to'xtaydi va o'ziniki housing ayada o'zini tutib turgan narsaning ichiga kirib ketadi. Va bu jarayonda buniki kaynidagi 4 chaqpiligi yumaloq duct deymiz. Uning ichidagi 4 chaqpilak bo'lsa oldiga qiysiydi. Ve bu aeroplanninki aldığı qarab uçuşida ittirish kuchi hazırlaydı. Bu o'xshash vaqtda yuz berdi. Bundan keyin bu aldığı qarab uçuş modiga o'tgandan keyin o'zi nishon qilgan yerga bordi. Undan keyin men degan uçuş vazifasi tersiga, ya'ni aksicha o'tirg'i chiqadi. Ya'ni bu ichi kirib ketgan oldidagi 4 chaqpilak qayta o'tirg'i chiqadi. Kaynidagi oldiga qiysaygan 4 chaqpilak kayniga qiysaydi va bu aeroplan normal havodan ko'tarilgan modiga qaytib keladi va shu peti bu yerga qo'nadi. Bu yerda bir video bor. Buning bilan nihoyat yaxshi tushuna olasizlar. Bu men degan bu aeroplanninki ko'tarilish modi, ya'ni yer yuzining ko'tarilish modi, havoga ko'tarilish shakli. Degandek 8 motor, oldidagi 4 motor, osti usti, keyindimi bu ductning ichida ostida ustida bor. 8 o'xshash ishlaydi, ya'ni ko'tarilish jarayonida. Endi hozir keyindagisi qiysiyotdi oldiga. Oldidagisi bo'lsa aslayotdi. Keyindagisi qiysib oldiga qarayotdi. Chunki bu oldiga ittirish kuchi berish kerak, tez oldiga qarab tez uchish uchun. Dal bu yerga yetgan vaqtda oldidagisi keyindagi 4 chaqpilak oldiga to'liq 90 gradus qiysib bo'lgandan keyin bu oldidagi 4 chaqpilak vazifasini to'xtatdi. Ya'ni buning uchish shakli bu holatda bo'ladi. Men yana bir qo'yib beray. Hovering condition deydi. Ya'ni ya'ni tik uchish holati. Bundan keyin oldiga qarab tez uchish, ya'ni cruise condition. Kaynidagi chaqpilakniki oldiga qiysishi ve oldidagi 4 chaqpilakniki to'xtashi. Yani bu şekilde bo'ladi. Yani bu aeroplanlar tik uçup oldiga qarab tez uçup undan keyin tik qo'nish vazifasini bu şekilde tamamlaydi. Endi men nima ish qilyapman? Meniki tadqiqotimdan sizlarni qisqacha ma'lumotlantirmoq istayman. Men boyidab o'tib ketgandek, bu aeroplanlarninki shahar ichiga kirishini to'sib turayotgan eng muhim omillardan birisi bo'lsa, bundan chiqqan ovoz, ya'ni bu chaqpiligidan chiqqan ovoz. Bundan motordan ovoz chiqmaydi, ya'ni bundan chiqqan motordan chiqqan ovoz nihoyat ojiz, insonga ta'sir qilgudek bir darajada emas. Ama muhimi buniki chaqpiligidan chiqqan ovoz. Endi biz bu ovozni qandoq azaltamiz deganda, buniki nihoyat ko'p yo'llar var. Men bu yerda 3 xil yo'lini meniki shu o'zim yaqin e'lon qilgan maqolada ishlatgan metodni, yangi metodni men qisqacha tunishtirib o'taman. Bu bo'lsa, buni tilting deymiz. Bu yana bir konsept, shu tik uchqunlarning yana bir konsepti. Buniki qanoti oldiga keyiniga maydanga o'xshash qiysiydi. Ya'ni tik uchqa vaqtida bu bütün meyadagi chaqpilaklar oldiga, ya'ni helikopter tik ucharniki qanotidagi cho'g'laydi. Bu bitim oldiga uchidi. Undan keyin oldiga uchadigan egizga borgandan keyin bu oldiga qiysiydi. Buning bilan bu oldiga qarab tez uchish holatiga o'tgan bo'ldi. Biz buni qanday qilamiz deganda, biz nihoyat yuqori ishonchlik shu fluid dynamics, oqishchan vatlar dinamikada ishlatiladigan yumshoq detallar bilan biz buni simulation qilamiz, ya'ni tahlil qilamiz. Tahlil qilish qilgan, ya'ni bu tahlil qilish jarayoni normal reallikda tajribada, ya'ni shamol tunnellar ichida qilganlarga o'xshab beradi bu. Bizga nihoyat ishonchli ma'lumot beradi. Undan keyin biz buni tahlil qilgandan keyin biz buniki aerodinamik holatini, undan keyin akustik
aeroakustik, yani bundan çıkan ovozni hisoblab ola olamiz. Masalan, bu tigidagi ikki resim o'sha aeroplandan chiqqan ovozniki anliq, yani bir anliq ko'rinishi, yani o'sha ovozning aeroplandan chiqqan ovozniki o'zining atrofidagi havoda tarqalishi va havodagi besimni o'zgartirgan holati. Undan keyin biz bu ovozni hisoblab bo'lgandan keyin qanday qilamiz degan vaqtida bu yerda biz bu aeroplanning ovozini o'tirib chiqargan parametrlar ustida bir tadqiqot qilamiz. Ya'ni agar men bu aeroplanga qanchadan motor qo'ysam va motorni bir motor bilan bir motorning oralig'ini qanday yerlashtirsam, meniki yerda anglaydigan ovoz eng tuvan bo'ladi. Yani bu bir parametrik analiz, yani o'xshashmagan parametrlar bor. Masalan, motorniki, chaqbilakniki cho'ng kichikligi. Masalan, mau aeroplan qaragan vaqtimizda, masalan, bu pastdagi men boya ko'rsatgan diyalar, ya'ni Germaniyaniki aviatsiya boshqarmasiniki o'tirib qolgan konseptida degandek, masalan, mau aeroplanniki qanotining uchida yo'g'on motor bor. O'tirisida bo'lsa kichik motor bor. Undan keyin aeroplanning qanotiga qarasangiz, naiti qanotiniki to'g'ri kesimi kengligi naiti kichik. Bu nima degap degan vaqtda bu aeroplanning qanotining ikki uchiga yerlashgan motorlar, buni high lift propellers deymiz. Yani yuqori ko'tarish lift layitish kuchiga ega chaqbilak deymiz. Bu o'xshash vaqtda ham oldiga qarab itirish, hem ustiga ko'tarish, yani lift kuchini beradigan chaqbilaklar. Demek bu chaqbilaklarniki yarilishi, bir-biri bilan bo'lgan oraligi degandek bir qator parametrlarni biz tadqiq qilgandan keyin eng oxiri ma'lum bir loyihaga boramiz va bu loyiha bizga biz umid qilgan, orzu qilgan uchish performansini bergan bo'ldi. O'xshash vaqtda eng tuvan ovozni bizga sungan bo'ladi. Bu türlük aeroplanınki ovozini tushirishning bir yo'li. Mau resimlar bo'lsa, meniki mush yaqinda ishlagan bir projektdan olgan resimlar. Ondan keyingi yana bir yo'li bo'lsa, aeroplanninki ovozini tushirishninki, yani bu türlük tik uchqunlarninki ovozini tushirishning yana bir yo'li bo'lsa, buni uchish jarayonidagi uchish modelidan foydalanib tushirish. Yani mau yerda men sizga ko'rsatgan shu Dassault System'ninki 3D Visuals, yani tik uchqunlarninki biz shu men yana da o'tgan yuqori darajada high fidelity safety simulation deymiz İngilizce. Yuqori ishonchlik shu ixchamatlar da qo'llaniladigan yumshoq detallar bilan biz buni tahlil qilamiz, analiz qilamiz ve bu orqali biz buningki ovozini hisoblab chiqamiz. Bu metod normalda savunma, yani davlat mudofaa sisteminizde ko'proq ishlatildi. Yani biz qanday qilamiz bu yerda deganda, aeroplanninki bir vazifani tamomlash uchun farqli yo'li bor. Masalan, aeroplan normalda uçuş vaqtida u aeroplanninki gövdesi bilan, yani gövdesidan tatmangan bir siziq bilan aeroplanga kelayotgan shamolninki orasida bir bulung bo'ldi. Biz buni angle of attack deymiz, yani hujum bulungi deb alsak bo'ladi. Bu bulung o'zgargan vaqtda bundan chiqadigan ovozmi o'zgarib ketadi. Agar uçuşçu o'zi bu bulungni muvofiq tashlab ucha olsa, demak yer yuzidagi ovozmi ma'lum bir darajada tuvallaydi degan gap. Masalan, o'ng tarafdagi ikki parcha resim bo'lsa, dam shu bulungninki ikki xil o'zgargan holati. Mau sol tarafdagisi bo'lsa, bu bulung nol, ya'ni hech qanday bir bulung yo'q vaqt. Aeroplanninki gövdesiniki yo'linishi yani uçuş aldığı kelayotgan shamolninki yo'linishidan o'xshash parallel vaqti. Keyingisi ma'lum bir bulung hazırlagan ko'rinishi, yani o'ng tarafdagi shakli. Mau pastdagi 4 resim bo'lsa, dam shu ikki xil holatga muvofiq kelgan, mos kelgan shaklninki biz hisoblagan ovozninki ko'rinishi. Yani bundan chiqqan ovozning ko'rinishi siz ko'rib turalaysizki, yani o'ng tarafdagi, yani ma'lum bir bu aeroplanninki uchish yo'linishi bilan oldiga kelayotgan havoninki o'tirisida ma'lum bir bulung bo'lgan vaqtda ki bu ovozning bulung bo'lgan vaqtda bu ovoz texnik kuchaygan. Yani bu nima deydi degan vaqtda, bu normalda helikopterlarda urush savash ishida
ichida masalan atak helikopterlarninki ma'lum bir yerga shu vazifa o'tab mangan vaqtida o'zininki ovoziniki dushman tarafidan bayqalishdan burun bu helikopter chuqur bu o'zining vazifasini atadiganini aytib, portlatadiganini portlatib qaytib kelish kerak. Va buning ovozi kuchli bo'lg'achqa bu ovoz tushirish texnikasi maxsus shu savunma sanoatida ko'p ishlatildi va buni biz bu tik uchqunlarga qo'llanib shahar ichidagi ovozni tuvaletishda ham ishlatalaymiz. Undan keyingi tadqiqot qanday bo'ladi deganda, analiz qanday bo'ladi deganda, biz boya ovozniki aeroplanninki o'zining chiqishi men qisqacha tushuntirdim. Endi biz bu ovozni hisoblab bo'lgandan keyin uni yer yuziga qanday tarqitib, yer yuzidagi ma'lum bir shaxsga qanday yetib borganligini qanday analiz qilamiz desangiz, biz bu yerda bu ovozni yarim sharcha aeroplanni qorshab turgan yarim sharchaning ichiga saqlaymiz. Ya'ni biz bu yarim sharcha faqat matematik, ya'ni matematik bir uqum. Normalda aeroplanninki atrofida bunday bir yarim sharcha bo'lmaydi yoki siz elib olmaysiz. Bu faqat matematik fizik emas, matematik bir uqum. Biz buni mushu sharchaning ichiga saqlab olamiz. Saqlab olgandan keyin biz buni yer yuziga shu aeroplanninki uchish trayektori bo'yicha biz buni her bu aeroplanninki shu bir noktadan bir noktaga uçuşça jarayonda ko'rsatgan her xil her bir flight condition yani uçuş sharoitiga ko'ra biz bu ovozni hisoblab buni yer yuziga tarqitamiz. Mesela mau tik turgan bo'lsa shu yer yuziniki ko'rinishi. Undan keyin biz issiqlikniki yani temperaturning o'zgarishi, yani osmondagi temperaturning o'zgarishi ve shamol yo'nalishiniki aeroplanninki ovoziga bo'lgan ta'siriga diqqat qilamiz. Ya'ni bu aeroplanning ovozini o'zgartiramdi, o'zgartirmaydi. Nihoyatda kuchli bir ta'sir bor. Dal bu ta'sir mening mushu yaqinda e'lon qilgan maqolamda men o'tirib qo'ygan yangi bir natija bu. Ya'ni bu aeroplan uchish jarayonida bu keyingi resimler şu aeroplanın uçuş trayektorini ben bir yerde 1, 2, 3 dep aldım. Bir yerden bir yere uçuşunu. Bu pastki bayrak olsa şamalın yönünü gösteriyordu. Ondan keyin biz aeroplan her uçkan aeroplanın her noktasından ma'lum bir kuzatkichi, mesela merde -3, -3'te bir kuzatkichi bo'lgan bo'lsa, aeroplanning birinchi o'rindan chiqqan ovozi bu -3, -3'dagi kuzatkichiga yoki bir odamga yetib bora olmaydi degan gap. Bu nima degan vaqtida siz aeroplanni ko'rasiz ama ovozini anglamaysiz. Bu dal bizningki savunma sanoatida, ya'ni mushu davlat mudofaa sanoatida men bayda o'tib ketgan biz arzu qiladigan bir ahvol. Aeroplan siz ya'ni kelayotgan helikopterni ko'rmaguncha siz uning ovozidan uni bilolmaysiz. Mening bilishimcha bu texnika allaqachon Amerikada bor va bu Afg'onistondagi urushda nurg'ulg'an kechidagi mushu hujumda ba'zi ma'lumotlarda deyilganda kelgan helikopterning hech qanday ovozi anglanmagan edi deyiladi yani. Yani bu murakkab bir jarayon. Bu nima degan vaqtda aeroplandagi ovozi, ya'ni bu atmosferaninki harakati nihoyatda ko'p ta'sir qiladi va bu ovoz butunlay sizga yetib kelishdan burun shamol orqali boshqa yerga ketib kelishi mumkin. Ama keyingi bir degan aslida bir yozilgan resim bo'lsa, bu normal yani hech qanday shamol yoki temperaturada o'zgarish bo'lmagan bir ahvol. Bu ahvolda aeroplandan chiqqan ovoz yani manbasi bilan bu ovozni topshirib oluvchi orasida tuz siziq shaklda tarqaladi. Agar shamol boshqa bir xil ahvol bo'lsa, bu egib kiradi. Bu men yaqinda o'tirib chiqqan bir simulation shakli, shahar ichida ikki tal binoning orasidagi ovozniki shakli. En o'ng tarafdagisidagi vaqtisida bu aeroplandan chiqqan ovoz tuz siziq bo'yicha tarqaliqliq. Keyingisida nihoyatda kuchli bir temperatura o'zgarishi bor. Yer yuzi nihoyatda issiq. Yani nihoyatda issiq kunga to'g'ri keladi. Undan keyin to'pida yani atmosferada yer yuzidan egizilgan sari bu temperatura tuvalab boradi. Bu orqali ovoz bu xil shaklda egib ketadigan gap. Biz buni refraction deymiz. Biz mesela Uyg'urcha sunish deb yonadi. Mesela optikdan xabaringlar bo'lsa, yo'riqning sunishi deymiz. Bir tal qalamni istakonga solsangiz, suv tarafdagisi bir xil, suv yo'q tarafdagisi bir xil ko'rinadi. Bu da yo'riqning sunishi. Ovozmi bir dolqin bo'lganligi uchun bu xil sunish o'tirib chiqadi va atmosferadagi temperaturning o'zgarishi bilan shamolning o'zgarishidan bu xil sunish ovozniki tarqalishini asosan yurak o'zgartirib o'tadi.
meniki shu yaqinda o'tirib qo'ygan natijam Amerikadan chiqqan jurnalda shularni nihoyatda kuchli shaklda o'tirib qo'ygan bo'ldi. Boshqacha yangi bir yo'li bilan. Keyin qanday bo'ldi deganda, biz bu aeroplanni shu o'zining uchish yo'lida to'xtatib turib, masalan, bu yerda A degan bo'lsa, shu A'dagi aeroplandagi uchish nuqtasida shu yerda freeze qilib, buni to'xtatib turib, yerdagi ovozini tadqiq qilamiz. Ya'ni kam ketgan bir bu yerda 6 kilometr uzunlikda, 6 kilometr kenglikdagi bir yerda bu aeroplandagi ovozini ko'ramiz. Masalan, mana eng pastdagi sol tarafdagida siz masalan bu -3 -3 degan yerda asosan degidek ovoz nihoyatda tuban. Bu nima uchun deganda aeroplanga qarshi, aeroplanning uchish yo'nalishiga qarshi chiqayotgan shamoldan bo'lgan. Keyingisida -3 -3 degan yerda asosan degidek kuchli bir ovoz bor. Mana keyingisi bo'lsa, bu ikkisiniki orasidagi farqni ko'rsatadi. Ondan mana o'ng tarafdagi eng asosiy ikki rasm bo'lsa, temperaturada o'zgarish bo'lgan va hech qanday o'zgarish bo'lmagan ahvol ostidagi ovozniki tarqalishi. Temperaturada o'zgarish bo'lgan vaqtida normalda binoning keyinda bu bino bir to'salg'i, buning keyinda anglanmasligi kerak. Ammo bu havo sharoitining o'zgarishi tufaylidan bu ovoz binoning keyiniga ham ketgan. Masalan, bu yerda ikkinchi binoning keyinda mana oq qolgan qismi hech nima yo'q, ya'ni hech qanday bir ovoz bo'lmasligi kerak bo'lgan bir yer. Ammo bu temperaturniki, atmosferaniki, shamolniki o'zgarish tufaylidan bu yerga ham ovoz kelgan. Bu nima degan vaqtda bu qadar inchki detallarniki xizmat obyekti nima degan vaqtida biz shuncha detallar bilan bu aeroplanlarniki, ya'ni shahar ichi uchadigan aeroplanlarniki ovozini tushirish, ya'ni bu nihoyatda cho'ng bir to'salg'i. Men boya degan batareya bo'lsin, shahar qurilish bo'lsin, bu asta bo'lib o'tadi. Hatto ba'zi shirkatlar chiqig'liq. AD Group deydi, yaqinda men bir qarab chiqdim. Bu shirkat maxsus shu tik uchqunlar aeroplanlarniki qo'nishi uchun vertiport yasaydigan shirkat ekan. Ya'ni binolarning uchiga shunaqa qo'nish supsi yasaydigan shirkat ekan. Nihoyatda ko'p, ya'ni bu shahar ichi havo qatnashi shundoq bir yangi bir yuzinishki, bu nihoyatda ko'p shirkatniki o'tirib chiqishiga sababkor bo'ldi. Men buning ichida bir qancha Uyg'ur yoshiniki ham o'rnalishini chin ko'nglimdan istayman. Ya'ni bu shaklda har qanday bir fikr bo'lgan, o'ziniki o'ylashi bo'lgan har qanday bir qarindishimizniki har zaman men bilan aloqalashib qilib maslahat bo'lsin yoki o'zining kurashlar bo'lsin, fikrlar bo'lsin paylaşishni men istayman. Men o'zimniki tadqiqotini shu yerda to'xtatmoqchi. Ya'ni mening qilayotgan ishim shuniki ovozini aerodinamik, aeroakustik tadqiqoti bilan shu yuqori unumli taqlid yumshoq detallari bilan analiz qilib, keyin uni yer yuziga tarqatib, shamolniki va issiqlikniki ta'sirini nazarda tutib, buning ovozini tushirishning yo'li ustida izlanish mening qilayotganim, ya'ni mening doktorlik projektimniki ma'lum bir qismi shu shaklda. Men o'zimniki tadqiqotimdan ma'lumotni shu yerda to'xtataman. Sizlarniki diqqatlaringiz uchun ko'p rahmat. Savolinglar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Furqatjon aka, siz vatanda va Turkiyada o'qibsiz. Shundoq hozir Gollandiyada o'qiyapsiz. Nurg'un muhitlar bilan uchrashibsiz. Mush jarayonda qanday tayyorliklarni qildingiz? Hozir oliy maktabga qanday qabul qilindingiz? Shu jarayondagi tajribalaringizni bir ekran oldidagi ko'rmalarimizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men Turkiyada o'qidim. Vatandagi o'qishni to'xtatib chiqqandan keyin Turkiyada o'qidim. Turkiyada yaxshi o'qisangiz muhim bo'lgani inglizcha, undan keyin o'zingizning kasbi. Turkiyada yaxshi o'qisangiz keyin bu o'qishni chet elda, Yevropada va Amerikada davom qilish mumkin, tamoman mumkin. Bu o'qishni men Turkiyadagi o'qishni tugatgandan keyin Yevropaga keldim. Belgiyadagi magistrlik o'qishim jiddiy bir shaklda bo'ldi. Turkiyadagi o'qishga hech qanday bir shaklda o'xshamaydi. Turkiyadagi o'qish tutgan pozitsiya bilan vatanda o'qigan bo'lsak, vatanda o'qish tutgan pozitsiyani Yevropadagi yoki Amerikadagi o'qishga o'xshash shaklda tutsak, u uni ko'tarmaydi hech bir shaklda.
Yani men özümdeki magistrlik okuşum bilen Türkiye'deki baklavaralık okuşumni selektirsem yoki Xitoydagi o'qishimni selektirsem meniki Belgiyadagi o'qishim xili kaskin va jiddiy bo'ldi. Mendan nihoyatda ko'p zehn kuchi istedi. Mendan nihoyatda ko'p narsalarni istedi. Ya'ni men ma'lum bir şekilde qurbonliklarni berdim ve oqibatda men bu o'qishimni tamomladim g'alabali bir şekilde. Ama bu yerda yana bir narsa bor, u bo'lsa-mu men mushu doktorlik o'qishimni tugatib bo'lgandan keyin men magistrlik o'qishimni tugatib bo'lgandan keyin bir hafta aram aldım ve bir haftadan keyin doktorlik o'qishim boshlanib ketdi. Nima uchun bunday tez boshlandi degan vaqtida men magistrlik o'qishimdan keyin ikkinchi yiliga kirgandan keyin mushu Delftdagi universitetda o'qish orzum bor edi. Men mushu orzum bo'yicha bularniki bir to'rbeti bor edi. Men bu to'rbetga har kundagidek qarab turardim. Ondan keyin mening o'zimniki mushu helikopterniki qanot chaqbiligi haqida bir tadqiqot o'tirib chiqib qoldi. Men bu vaqtda darhol o'zimniki hozirgi yetakchi o'qituvchimga bir parcha xat yozdim. Men shundoq magistrlikda o'qiyapman, ikkinchi yilga endi kirdim. Men ammo doktorlik o'qimoq istayman. Men buni iltimos qilsam bo'lamdi yoki o'qish bitirgandan keyin iltimos qilsam bo'lamdi deb yozgandan keyin bu odam dedi sen darhol iltimos qil dedi. Men buni xatni yozish bilan birga bu odamga o'zim ishlagan projektdan ba'zi natijalarni ondan keyin o'zimniki yangi fikrlarini qo'shib birga avatdim. Bu odam menga nihoyatda iliq bir shaklda javob qaytardi va iltimos qildim, agar qabul qilinib qolsang men seni yarim yil saqlayman dedi. Ben degandek iltimos qildim o'qib o'tib turib va men mushu magistrlik o'qishimni tugatishdan 6 oy burun menga 3 qatimliq intervyu bo'ldi. 3 qatimliq intervyudan keyin menga 30 necha o'quvchi ichidan tanlanib qabul bo'lganligimni, bu professorniki meni o'qish bitguncha saqlaydiganligini dedi. Va men shu shaklda magistrlik o'qishimni 2018 yil 6-oyda tugatdim va bir hafta aram aldım. Ondan keyin doktorlik o'qishim boshlanib ketgan bo'ldi. Ama yana birisi doktorlik o'qish, men yana magistrlik o'qishga selektirgan vaqtda nihoyatda menga ko'p ta'sir qildi. U bo'lsa-mu meniki menga nisbatan eng challenge bo'lgan yer, ya'ni menga nisbatan eng test bo'lgan qismi fikr qilish metodi. Undan keyin attitude, ya'ni sizning tutgan pozitsiyangiz. Biz vatanda yoki Turkiyadagi azbari, ya'ni yodilib o'tib ketish yoki bu mishlarni askan deb o'tib ketish, bu muomala hargiz oqmaydi. Chuqurki meselenin ichiga kirib ketish kerak. Ma'lum bir masala bo'lgan bo'lsa, bu masalani o'ltag'anda qo'pganda yeganda buni ichiga kirib o'ylanish kerak, shu masalani bir parcha qilib ketish kerak. Undan keyin bu masala sizga yuzini tashlab turdi, taslim qildi, siz uni cho'zasiz, yechasiz. Undan keyin nurg'un narsa o'tirib chiqadigan. Bu mushu Yevropaningki taraqqiyot ketishiningki muhim sababining birisi mushu. Siz keyin mushular yuqori o'qiyotganlar biladi. Bular nihoyat inchki, ajoyib inchki detallarga diqqat qiladi. Men buni mushular yuqorlab o'qimoqchi bo'lgan qarindoshlarimizdan bu xil attitudni Turkiyada o'qiyotgan qarindoshlarimizdan bo'libmi balduroq shakllantirishni men istayman. Ya'ni o'qish yo'li oson emas. Ama muhim bo'lgan agar yuqorlab o'qiyman desangiz, bu xil pozitsiyani cho'qim o'zingizda hozir ishingiz kerak deb qarayman. Shunday yaxshi suhbatlashdik. Sizga bek rahmat. Shunchalik xush bo'ldim. Balkim ekran altidagi ko'rmanlarimiz shunchalik xush bo'ldi deb bilman. Nurg'un tajribalarga ega bo'ldik, hayotingizni tushundik va sizdan faxrlandik. Endi bir kunlik hayotingizda qanday o'tkazsiz? Shundaqla yana yoshlarga, ota-onalarga, o'quvchilarga nimalarni tavsiya qilasiz? Qanday yurak so'zlaringiz bor? Anlataqsan. Rahmat. Meniki bir kunlik kunim, men har kuni akşam uxlashdan burun shu kuni ertasi qiladigan ishlarimni avval bir plan qilib olaman. Ya'ni bosqich-bosqichga bo'lib plan qilib olaman va shu kuni, ya'ni ertasi shu planimga yetish uchun tirishman. Bütün ya'ni tartibga solib olaman. Masalan, bu birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda degan shaklda va o'z planimga yetishga tirishman. Ya'ni har bir yani her bir günümde bir plan bilen başlayayım. Bu benimki bir günlük hayatım. Ondan keyin arada talağa çıkıp ailene çıka sel qaramayman. Çünkü bu bek mühim.
Benim kıldığım işim asasen ben şu numerical yani sayısal, matematiklik, fiziklik şu şekilde şeymen. Yani tecrübe kında işim yok. Ben asasen şu kompüterde burun ilan kılgan makalelerde çıkan nazariyelerini kodga aylandırıp bu kodni yezish, ondan keyin buni simulation taqlid qilish, yani mening asosan tadqiqotim bu shaklda bo'ldi. Bu nihoyat ko'p zehn istaydigan ish, diqqat istaydigan ish. Ammo ma'lum bir darajada orom olish yoki diqqatni chechish buningla unumi nihoyat yuqori bo'ldi. Menga birinchi o'qituvchi buni tavsiya qilgan edi. Men bunga tezroq tushunib ketmagan edim. Keyin o'zim buniki nihoyat jiq unum bo'lganligini his qildim. Yani arada aram eliş, talağa çıkıp aylanish, bu korona tükeldin hemimiz, yani köpünçimiz öyde işlevatımız yoki öyde o'qish qilyapmiz, ammo ma'lum bir vaqt ichida talağa chiqib aylanish yoki diqqatni chechish, buning unumi nihoyatda yuqori bo'ladi. Bu meniki bir kun ichida qiladiganlarim. Yana birisi ota-onamizga, ota-onalarga agar bu programmani ota-onalar ko'rayotgan bo'lsa, bularga beradigan tavsiya. Men bayda o'tib ketgandek, men kichikimda 3 yaxshi bo'lib o'qigan o'quvchi emas bo'lib boshlang'ich maktabda va to'liqsiz o'rta maktabda. Ammo men o'zimniki kimligimni, o'zimniki diniy kimligim bo'lsin, milliy kimligimni kitob o'qish bilan tunib yetgan birisi. Men o'z milliy kimligimni, diniy kimligimni tunib yetgandan keyin bu menda nihoyat kuchli bir mas'uliyat duygusu o'tirib chiqargan bo'ldi. Qanday chiqadi degan vaqtda men qaradimki, bu Uyg'ur va Turk xalqi o kadar bir sharliq tarix yaratgan bir xalq, madaniyat yaratgan bir xalq. Ammo bizningki shunday turib bu kunga kelib qilishimiz meni nihoyat jiq azob qilgan. Men shu o'zimizning kimligini bilgandan keyin bu menga bir mas'uliyat yuklagan bo'ldi. Men bu mas'uliyat bilan kuchlanishim kerakligi, yani dars berishimizning kerakligini his qilgan bo'ldim. Ondan keyin men shu o'qigan kitoblar va menga singgan bu ta'lim tarbiya meniki texmo algı besishimga keyin turtki bo'ldi. Men ota-onalarga shuni demek istayman, balangizga milliy kimligini cho'qim yaxshi tunuting. Yani milliy kimligini, diniy kimligini yaxshi tunugandan keyin bu balangizda kuchli bir mas'uliyat duygusu o'tirib chiqadi va kuchli bir kimlik duygusu o'tirib chiqadi. Bunun bilan siz balangizni balam o'qishga uni o'rgan, buni o'rgan deyishingizga hech qanday bir uning keragi qolmaydi. Balangiz o'zi yoddan chiqqan o'qiyadek oldiga qarab mangadi, siz uni to'xtab qola olmaysiz. Bizga dal shunday ota-onalar kerak. Yani bo'lib chetlardagilar ahvolimiz texnik xatarlik. Biz bu yerda o'zimizningki buruqlarningki tarixini, o'zimizning milliy kimligini, diniy kimligini tunutadigan bu jihatdan ko'p kuch ishimiz kerak deb qarayman. Endi meniki yoshlarga beradigan tavsiyalarim menga bu German filasufi Nietzschebek ta'sir qilgan. Men ayni vaqtda Abduqodir Jaloliddinninki tarjima qilgan, keyin boshqalarning tarjima qilgan kitoblarini o'qib tugatib, hatto xitoychisini tepib o'qigan edim. Bu kishini tushunish uchun. Bu Nietzschening shunday bir so'zi bor. U deydiki, yig'lama, qarg'ama, yig'lama, qarg'ama, qaqshima, ammo o'ylan, fikr qil deydigan. Biz yoshlar dal mush yerda. Biz bugün bu kunlarni ko'ryapmiz. Bu yerda yig'lasaqmi, qaqshsaqmi, qarg'isaqmi, dunyo bizni tinchimidi. Bu mushu vaqt dal bizni men nadi qildim, qanday qildim. Bu qanday bo'lib, bundaq bo'lib qoldi. Buning ustida o'ylanadigan vaqtimiz. Biz o'ylangan vaqtimizda tafsilotlar o'tirg'i chiqadi. Tafsilotlarni izqoqlab biz buniki bu mushkullikdan qiyin kundan chiqib ketishningki yo'lini topa olishimiz mumkin. Bu Nietzschening bu so'zi men yoshlarga tavsiya qiladigan bir so'z. Undan keyin ikkinchisi Avustraliyadagi doktor Mehmetmin Ala efendiniki bir videosidagi bir qancha so'zi meni ürkütgan bo'ldi. Bu yerda o akamiz nima dedi degan vaqtida Mehmetmin Ala'ni cho'chitgan bir ahvol var. U bo'lsa yoshlarning cho'nglarga o'xshab qolishi. Mehmetmin Ala efendi deydiki, cho'nglar, ya'ni 60-yilning oldi keyinida va 70-yilning beshida tug'ilganlar, mag'lub bo'lgan bir avlod. Chet eldagilar mag'lub bo'lgan bir avlod. Ammo yoshlarning
hech qanday bir sababsiz bularga o'xshab qilishi, bularni do'rab qilishi biz uchun butunlay mag'lubiyat desak bo'ladi. Ya'ni bu Mehmetmin ala o'ylag'liki chet eldagilar chuqur boshqacha bo'lishi kerak, boshqacha o'ylashi kerak, boshqacha fikr chiqarishi kerak, yuritishi kerak, boshqacha yo'l tutmayishi kerak. Bu yoshlar o'zininki yoshlik energiyasi bilan, o'zininki milliy kimligi bilan chuqur yangicha bir yo'lni izlashi, fikr qilishi, yangicha bir yo'l bilan o'zini namoyon qilishi kerak deb bundaq o'ylag'li. Ammo bu yoshlar Mehmetmin alanın kuzatishicha cho'nglarga mag'lub bo'lgan bir avlodga o'xshab qoladi. Men bu yerda yoshlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, Mehmetmin alanın bu kuzatishiniki ma'lum bir asosi bo'lishi mumkin. Bu bir signal biz uchun. Biz bu yerda bo'lib yoshlarningki ustimizdagi mas'uliyatimiz nihoyatda og'ir. Men o'zimni masalan bu Turkiyaningki tarixida turadigan nihoyatda muhim o'rinda turadigan podshoh Sultan Abdulhamid II xon bu odamlar bu odamni nihoyatda ko'p eslayman, o'ylanaman. Bu adamın tarixini her qatam o'qigan vaqtimda tenim shu kunidir. Bu adam kecha soat 3gacha chirig'i, yıldız sarayidagi chirig'i o'chib turib ishlagan odam. 4 soat, 3 soat, 4 soat maksimum 5 soatgacha uxlab butun Turkiya xalqini, ummatni o'ylagan odam. Endi bu yerda men yoshlarga demoqchi bo'lgan gapim, ustimizdagi vazifamiz og'ir. Vazifamiz og'ir, qiladigan ishlarimiz bek ko'p. Şuna vaktimizni bu işlerge sarf qilmasak, muhim bo'lganiga qarasak, eng muhimi men mushu mag'lub bo'lgan avlodga o'xshab qilib o'tamdiman yoki boshqa yo'l tutib men o'tamdiman degan shaklda o'zini o'zi kuzatib baqsa degan shaklda va eng oxirida ilm talab qilib yuqori shaklda ilm talab qilib o'qisam degan qarindoshlarimizga beradigan tavsiyalarim shu. Men o'qigan bir maqolada dağlık İslam tarixida chiqqan dağlık alim, hem dini hem fenli alim Ebu Rayhan Biruni'ninki bir hayotidan bir kartina var. Ben onu sizlerden ortaklaşmak isteyemem çünkü bana bek ta'sir qilgan. Ebu Rayhan Biruni sakratga tushib qolgan vaqtida shogirdlardan bir shogird uning qishiga keladi yo'qlab. Ustoz ahvolingiz qanday degandan Ebu Rayhan Biruni deydiki, biz qaysi kuni deyishgan u masala qanday bo'ldi, sen qanday o'ylading, sening fikring qanday degandan keyin bu shogirdi deydi, taqsir siz herib charchab qoldingiz, siz hozir kasal karavot ustida buni deyishmayli deydi. U vaqtda Ebu Rayhan Biruni shunday deydiki, men hozir uzmay bu dunyodan ketishim mumkin. Menga sen nima o'ylaganingni deb berginki, agar sen xato o'ylab qolgan bo'lsang yoki xato qaror chiqargan bo'lsang, men o'lib ketishdan burun bir xatoni tuzib ketay, ya'ni sening bir xatoringni tuzib ketay. Ondan keyin agar men xato qilib qolgan bo'lsam, men Allohga berishdan burun bir xatorimga tavba qilib ketay deydi. Bu olamshumul bir so'z. Bu islom dinining oltin chig'ining o'tirishiga chiqishiga, ya'ni musulmonlarningki yani İslam aleminin altın zamanının oturup çıkışında sebepçi bo'lgan mindset, yani düşünüş, fikir qilish yo'li ilm tutgan pozisyon muomala mushu shaklda bo'lgan. Yani ilim Allah'ın bir sübti bo'lg'achqa, bu Ebu Rayhan Biruni ilmga o kadar ahamiyat vergen, to'g'rini tuzishga bu kadar ahamiyat vergen, to'g'rida chin turishga ahamiyat vergen ve xatoni tuzishga nihoyatda chin turgan. Ve bunu o'zininki o'lim karavotini oldidimi ham to'xtab qolmagan. Men buni mushu ilm talab qilsam, yuqorilab o'qisam degan qarindoshlarga mushu shaklda muomalada bo'lishini ilmga tavsiya qilaman. Rahmat. Eng oxirida Furqacha aka ekran oldida ko'rmanimizning sizga bir qancha savoli bor ekan, shuna bir javob bergan bo'lsangiz. Matematikni qanday qilganda yaxshi o'rgana olamiz deb savol so'rabdi. Ben bayda o'tib ketdim. Meningki matematikaga bo'lgan qiziqishim keyin o'tirib chiqqan. Hatto men universitetga imtihon bergan vaqtda matematikadan eng yuqori nomerni bizning bo'yicha shu vaqtda men olgan edim. Qiziqish kerak. Undan keyin normal yodlashning o'rniga tushunish, real dunyoga tushunish, unga bog'lab fikr qilish bu bek muhim. Ondan keyin belirlik bir muhim o'rinda turadiğini sizden o'qituvchingiz.
Mesela ben o vaqtda tələlik idim ki, meniki hem fizik o'qituvchim, hem matematika o'qituvchim nayt yaxshi tushuntiradi. Yani normal dogma holatda tushuntirib qo'yishdan doskaga chiqib to'rtta formulani yozib tushib ketishning o'rniga bizga nayti astoydil tushuntiradi. Men mushu fursatda hem o ikki o'qituvchimga rahmatimni aytaman. Buna ular nayti yaxshi bir şekilde tushuntirgan. Bu mendeki qiziqishni texmi oshirgan edi. Men bu turkisida men o'zimni tələlikday bu yerda. Yani men tələlik bo'lganligim uchun men oldiga ketaladim. Matematikani qanday yaxshi o'rganamiz deganda buniki javobi har xil bo'lishi mumkin, ammo mening bergan javobim qiziqish eng muhim o'rinda, ikkinchisi uni amaliy real turmushga bog'lash kerak. Uchinchisi muhim bo'lgani uni o'rganishniki muddasi aniq bo'lishi kerak deb qarayman yani. Yana birisiga hozir davlat mudofaasi ushqusiz ayblanlarni muhimligi bo'lgan sir ishyapti. Uyg'urlarda ko'proq bilish mumkin. Türkiye'nin Bayraktar markasında ushqusiz ayblanlarni xili yaqinqi yillarda uchrashi muhim rol o'ynayapti. Mush ayblanlar to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Evet. Bu dronlar hem de normal sivil xalq arasında işiltishdan bakroq harbiy sanoatda ko'p ishlatiladi va harbiy sanoatda nihoyat ko'p taraqqiy qilyapti. U dronni eng ko'p yasab, eng ko'p ushirib nihoyat ko'p tadqiqotlarni yangi natijalarni qo'lga keltiryapti. Amerika, undan keyin Xitoy bilan yetishmayapti. Turkiya ham bunun ichida bo'libmi, Turkiyaniki bu Selçuk Efendi'ninki Amerika'dan qaytib kelishi, bu Bayraktar makinesi şirketiga bu yerga kirishi, ondan keyin yangi tipdagi mushu odamsiz uchadigan aeroplanlarni yasashi. Bu Turkiyaniki savunma davlat mudofaa ishlari uchun nihoyat muhim o'rinda turdi. Ama hazır bu Bayraktar dronlarınki bir qancha turlari var. Bunların ko'pinchisi shu Turkiyaniki armiyasiga, Turkiya havo armiyasiga xizmat qildi. Bunun ichida bizga kelgan ushur nima degan vaqtda biz faqat buningki TB1, TB2 va keyingi versiyoni TB3. TB3 deganimda kelariga o'tirib chiqmoqchi ekan, bu maxsus shu omatqila, ya'ni dengiz ustida mangdigan cho'ng tipdagi paraxlar, ya'ni savaş aeroplanlari qo'nib uçalaydigan kemaga qo'ndirmoq istaydi ekan. Buningki qanoti folding bo'ladi ekan. Bu hozircha bizga kelgan ushurmi shu. Bu keyin qandoq bo'ladi, bu amaliyotchamdi yoki bular haqiqatan bu aeroplanning qanotini qatlab u yerga qo'ndira olamdi. Bu hamda hammamiz qiziq saqlayotgan bir natija. Bu shunday qilamandi. Bu nihoyat cho'ng bir challenge bu shirkat uchun. Yani bundan başka, Bayraktar'dan başka Tay'ninki Ankara'da yakın yine bir dronumu var. Bu mu Türkiye'ninki hava armiyası da hizmet kılıbatıdı. Bunu ben nazarını sakıt kılması gerek. Biz Uygur karındaşlar, bular Türkiye'de okuyatkan karındaşlar neye dikkat kılışımız gerek diye vaxtda. Ben sizge şunda bir üzümün beşini ötken bir tecrübeni de birey. Türkiye, ben şu İstanbul Teknik Üniversitesi'de okuyan vaxtımda bizden fakültette şu Tay'dan Türkiye hava əsərləri yasaydıran şirkettin staj yer okuvchi algılı kelgan edi. Ben onunla iltimos qilgan vaqtimda sen Çin vatandaşı ekansan da meni olmagan edi. Şunu agar siz Türkiye vatandaşı bo'lib qolgan bo'lsangiz, mushundaq yerlarga staj qilish, yangi narsani o'rganishga hargiz sal qaramang. Siz o'rgangan ilm keyin xalqimiz uchun, milliy manfaatimiz uchun asratib qilishi mumkin. Şunday yaxshi sohbet bo'ldi. Sizga bek rahmat. Hammamiz shunday yaxshi bilgilarni oldik. Rahmat. Ko'rmanlarimizdan boshqa savol yo'q ekan hamsa. Sizga ko'p rahmat. Mening bu qitimliq rahmat. Tecrübenizle bizge deb berganingiz uchun rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Bu qitimliq programma o'rlashtirganligingizga, bu qitimliq 100 tirani suhbatga taklif qilganligingiz uchun tekrar ko'p rahmat. Uldamsa Allohga emanet. Xo'sh, Allohga emanet. Allohga emanet.